Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, xush kelibsizlar. Qadamlaringizda hasanatlar bo'lsin. Ina bugun yaxshi bir insonlarni quvonch kunida sizlar bilan diydorlashib turibmiz. Gelinimizga baxt tilaymiz, baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin, farzandlari ko'p bo'lsin. Endi kelsh yillardan oldin Oydin Kudalar keldi deb farzandi bo'lganda oltin beshlarni tushirib xizmat qilish hammamizga nasib etsin. Hammani yetirsin shunday yaxshi kunlari, hammani uyi, to'yxona, murodxona bo'laversin. Bizlar san'atkorlar faqat to'y bo'lsin deymiz. Yaxshi kunlarda ko'rishish nasib etsin hammamizga. Ana endi davramizda shu qo'shiqlarimiz bilan davom qildiramiz. O'ynamanda bo'ldiran hamma akkalarimiz bo'lsa, qizlarimiz bo'lsa, bemalol davramizga taklif qilamiz. Zo'rini topdim, ko'rdingmi? Sendan ham yaxshini topdim, ko'rdingmi? Ara buzarda beklemeni canım. Bunçalar nam etsin, bunçalar zalim. İndi benden ümidim zalim. Aramızda buzgun senin özünlü hatayım. Aramızda buzgun senin mekanın. Yaxşı edibindi yaman buldun mu? Yaxşı edibindi yaman buldun mu? Sen taşlap gitkenini bilen öldün mü? İzlerimde aşklarım sen sana. Senden zorunu taptım, gördün mü? Senden zürünü taptım, gördün mü?